Xayrli kun barchaga. Testda davom etamiz. 6 yillik test boshlab qo'yganmiz. Back test boshlaganmiz 6 yillik. Test kurslar bo'ladi. 2022-yildan boshlangan bu test 2026-yil oxirigacha davom etyapti. Qaranglar, hozir 2025-iyul oyiga kelgan $200 depozitdan hozir $83,800 ga ko'tardi. Ya'ni 3 yil davomida $200 dan $83,000 gacha olib chiqdi. Sekin-sekin ko'tardi. Bu degani razgon degani emas. Yillar davomida qilgani bu. Qarasanglar bo'ladi, mana bu lot size degan tagini ko'rsatib bo'ladi. Lotlar juda ham kichkina. Kichik lot bilan xavfsiz daromad qilyapti mana. $83,000 ga maksimal 1,5 lot ochyapti. $83,000 ga maksimal 1,5 lot ochyapti. Bu degani xavfsiz degani mana o'sish kurslar ham bo'ladi, sekin o'sgan. Professional darajada yozilgan robot kurslar bo'ladi. O'shaning uchun uzoq yil yashayapti. YouTube'da ko'rsanglar, internetda ko'rsanglar 1 oy, 2 oylik testini ko'rsatadi, sizlarga sotaveradi. Men 4-5 yillik test ko'rsata olmas sizlarga. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Professional robot shunaqa bo'ladi. Sekin boshlaydi, keyin lot ko'paytiradi. Balansga qarab lot ochadi, gapi qisqasi. Professional robot shunaqa qiladi. Zigzag bo'lmaydi. Mana bu grafik o'tgan payt professional robot bo'lsa, agar nima foyda bermaydigan robot bo'lsa, zigzag bo'lib ketadi. Past tepa, mana bo'lib ketadi. Bu hozir bir tekst o'syapti. Bu degani professional, haqiqiy real bozorda foyda beradigan robot degani. Ko'rsanglar bo'ladi. Lotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bitta profitlarni ko'rsanglar bo'ladi mana. Profit degan joyda tagini qaranglar. Mana shu yerda profitlarni ko'rsanglar bo'ladi. Minuslar, profitlar mana shu yerda bo'lamiz. Mana. Profit tagini ko'ringlar. Короче, men buni jiddiy test qilyapman. Nimaga jiddiy test qilyapman? Bu robot oldingi robotlarni tekin emas. Ikkita oldingi robotlar deganim, ko'p robotlar tekin emas, ikkita tekin robot tashlaganman Telegramga, kanalimga. Agar robot sotib olishga pulinglar bo'lmasa, sizlar sinab ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita tekin robotim bor. O'shani bemalol olib, test qilib demoda yoki realda ko'rsanglar ham bo'laveradi. Ular ham yaxshi ishlaydi. Qaranglar, $132,000 ga olib chiqdi. $132,000. Lot oshgan sari, depozit oshgan sari lotni ham oshirib yuryapti mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Trendda tushishiga ham pul qilyapti, qaytishiga ham pul qilyapti. Bunaqa robotni qayerda ko'rgansizlar? $150,000 ga olib chiqdi. Wow! Просто wow. Bu degani qaranglar, real bozorda birdaniga millioner qilib yuboradi degani emas. Hozir $150,000 profit qilgan bo'lsa, bu qachon boshlangan? 2022-yil boshlagan testda. Sizlar bu $200 dan $150,000 qilish uchun sizlar o'ylamanglar, bir hafta ichida qiladi, bir oy ichida qiladi, birdaniga boy qilib yuboradi deb kredit olib, boshqa qilib bu robotni sotib olaman deb o'tirmanglar. Qaranglar, bu 2022-yildan boshlangan test. Tradingga tushunmaydigan odam o'sha joyda adashadi. Bu back test 2022-yildan boshlangan. Hozir 2025-yil bo'lsa 3 yillik back test bu. 3 yil. Sizlar hozir $200 pul solib turib 3 yil kutganing natijada bu, lekin real bozorda hech qachon 3 yil hech kim kutmaydi. Foyda qiladi, yechib oladi. Foyda qiladi, yechib oladi. Foyda qiladi, yechib oladi. Shunaqa real
hayotda real bozorda shunaqa bo'ladi. Yana bitta narsa, real bozorda broker edi. Komissiya bo'ladi, spread bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Shuning uchun bu darajadagi foyda sal boshqacharoq bo'ladi. 70-80% real bozorga o'xshaydi, lekin real hayotda sal boshqacharoq bo'ladi. Aytdim sababini. Sababi katta depozit qo'ymaysizlar, ozgina foyda qilganda yechib olasizlar-da real bozorda. Shuning uchun real bozorda shunaqa bo'ladi. Ko'rayotganinglarda mana $200 Armani profit qilyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Boshqalarga qaraganda robot sotadiganlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, men ko'rganman. $1000, $2000, $5000gacha robot sotishyapti. $5000gacha. Eshityapsizlar? $5000gacha robot sotishyapti. Ya'ni kim desanglar, Ferozbek Aliyevni men 2 yil oldin ko'rganimda, videosini ko'rganimda $5000ga robotini maqtab turadi, sotaman deb. $5000. $5000 degani $5000ga olib turib meni millioner qiladi deb o'ylamanglar. U robot ham oddiy robot. Kerak bo'lsa u robotdan meniki ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Endi men u robotni backtest qilib men sotib olmoq ko'rmadim, lekin u ham oddiy robot. Ishlashini ko'rganman nimada, o'z ko'rsam. U ham oddiy robot, u ham millioner bo'ladi. $5000. $100,000ga robot olsanglar ham sizlarni millioner qilib yubormaydi. Prosta nima desam bo'ladi? Odamda o'zi narx qo'yadi, to'g'rimi? Xohlagan odam o'zini robotiga o'zi narx qo'yadi. Ular prosta robotiga qimmat narx qo'yadi. Men ulardan 10 barobar arzon qo'yaman. Men eng qimmat robotim ham $2000ga boradi. Ular 5000, 10,000 sotayotgan bo'lsa, menda eng qimmat robotim ham 2000ga boradi. Men xalqni o'ylab hamma betga pul qilgan kelgan. To'g'rimi? Hamma pul ishlagani kelgan bu forex bozoriga. Hozir meni videomni kim ko'rayotgan bo'lsa ham, minimal rasxod bilan yaxshiroq daromad ko'rish uchun qiziqib ko'ryapti. Shuning uchun o'shalarni ham men inobatga olgan holatda bu robotlarni arzonlashtirib qo'yganman. Mana shu robot $1000 ga ham bormaydi narxi. Lekin natijani mana ko'rasizlar. $1000 ham emas. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol yozsanglar, men o'zimga yozsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga o'tasizlar. Telegram kanalimda tepasida men o'zimning profilim turibdi. O'shanga kirib bemalol menga yozsanglar, bu robot haqida ma'lumot beraman. Ishlashini mana ko'ryapsizlar. Men shu robot haqida 3-4 ta video qo'ydim. Har xil time frame'larda ishladim. Sababi bu robotni men jiddiy test qilaman. Ertaga indinga bu robotni sotsam, olgan mijoz normalniy foyda qilish uchun men buni har xil time frame'larda uzoq yillik backtestlarda sinab ko'raman. Real bozorga 70-80% o'xshaydi backtestdagi natijalar. Sababi shu aytayotganimdek, har doim aytaman, broker zadержкасы bo'ladi real bozorda. Komissiya bo'ladi, spread bo'ladi, swap bo'ladi. Broker kechikishi bo'ladi. Men order ochaman degan payt millisekundlarga kechiktirib boradi, narx ozgina yurib bo'lgan bo'ladi. Boshqa joylarda ochib ketishi mumkin real bozor. Shunaqa bo'ladi real bozorda. Shuning uchun bu 70-80% o'xshaydi. Real bozorga hech bir robot 100% backtestda o'xshamaydi. Hech bir robot MetaTrader 4 ta bo'ladi, MetaTrader 5 ta bo'ladi, 100% bozorga to'g'ri kelmaydi backtest. Lekin 70% o'xshab berishi mumkin. 70-80% real bozorga o'xshab beradi. Prosta super. Robot ishlash prosta super. Mana o'xshu. Prямо tepaga ketyapti. Lekin kirib ko'rsanglar mayda minuslar bo'lishi mumkin, lekin bu grafikka bilinmaydi. Sizni sezilarli darajada minus emas. Kichik minuslar bo'lishi mumkin. Mana. Qaranglar. Mana bu yerda $4000 ham minus bo'lgan bitta orderda. $3,5